Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi ishimiz 4 donagina. Hop, eshigimiz bor. Ikkitasi balkon qanotdan tepaga qilsa qulflanadi, pastga qilsa ochiladigan holatda. Hop, mana bu yerlari yumaloq holatda chiqqan Neo balkon qanotdan bu 2 qavatli oyna. Eshigimiz 1.2 lik, 1 metr 2 santimetrlik. Hop, mana bu yerlardan zasteplari ham ushab qotadi. Ikkita glavniga qo'yganmiz xolos bu eshikda. Shuni bekitib turib, tepaga ko'tarsangiz qulflanadi. Tepa pastidan polni ushaydi. Bu yerda ham xuddi mana shunday holatda bor. Mana shunday holatda bor. Bularda endi zamonga uzun bo'ladi. Zamonga polni mana oxirigacha bo'ladi. Aksar holati mana shunday holatda chiqadi. Shunday qilsangiz mahkam ushaydi. Pastga qilganda shunday holatda bekiladi. Hop, bu tomonda ichkarida ikkita eshigimiz bor. Bu bir qavatli oyna. Bu ham Neo profil. Faqat bu haligisini balkon emas bular. Ichkaridaligi uchun oddiy profilga chiqqan bular. 8 million 200 mingga 4 ta eshik qo'yib berdi. Ikkitasi balkon, ikkitasi oddiy. Hop, oynasi tashqarilardagi 2 qavat, ichkariniki 1 qavatli. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.